Bugun sizlar bilan ishemik insult qanday sabablarga olib keladi yoki ishemik insult qanday kelib chiqadi, shu haqida gaplashamiz va ularni davolash, qanday qilib vaqt omili muhim ekanligini sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz. Ishemik insult o'zi nima? Ishemik insult bu qon tomirlariga tromb tiqilishi yoki shu yerda tromb hosil bo'lishi hisobiga qonni bundan bu yog'iga o'tmay qolishi hisobiga miya hujayralarini kislorodsiz va ozuqasiz qolib ketishi hisobiga o'lishi yuzaga kelib qoladi va buni ishemik insult, ya'ni shu sohada ishemiya deb aytiladi tibbiy holatlarda. Shuning uchun bunday bemorlarda to'satdan ya'ni nutqlarda o'zgarish yuzaga kelib qoladi yoki tanasining yarmi to'satdan ishlamay qolishi kuzatilishi mumkin. Bu ishemik insult deb ataladi. Ana endi bu holatga nimalar sabab bo'ladi? Ya'ni trombni qanday qilib shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bulardan eng ko'p uchraydigan birinchi sababi bu qon bosimi. Ya'ni sizda qon bosimi bor va bu qon bosim preparatlarini vaqtida ichmasligingiz yokida o'zingizga e'tibor qilmasligingiz oqibatida qon bosimi o'ynaydi. Qaysidir paytda 200 va undan yuqori bo'lgan paytda sizda ishemik insult yuzaga kelib qoladi. Keyingisi bu qandli diabet. Qandli diabetda qon tomir devorlari shikastlanadi. Ularda aterosklerotik bilashkalar, ya'ni plakchalar hosil bo'ladi va ular qaysidir paytda atrofida tromb hosil qilib, sizda trombozli ishemik insult hosil qilishi mumkin. Keyingi kasalliklardan bittasi bu yurak aritmiyalari, ya'ni yurakni noto'g'ri urishi tufayli yuzaga keladigan kasalliklar oqibatida tromb hosil bo'ladi yurakning ichida va yurakning ritmi tiklangan paytda yuqoriga otib yuborib, sizda ishemik insult yuzaga kelib qolishi mumkin. Eng ko'p aritmiyalardan bittasi bu yurak bo'lmachalari fibrillatsiyasi, ya'ni bu fibrillatsiya sizda bor bo'lsa, albatta muntazam qon suyultiruvchi dori vositalarini iching. Chunki mening hayotiy praktikamda ko'pgina bemorlarimda kuzatilgan, ularda fibrillatsiya pretserdiya, ya'ni o'sha bo'lmachalar fibrillatsiyasi bor va bu qon suyultiruvchi preparatlarni vaqtida ichmaganligi tufayli ularda tromb hosil bo'lib yuqoriga otib yuborganda va insult qaytalab qolgan yokida insultga sabab bo'lib qolgan. Keyingi sabablardan bittasi bu chekish, alkogolizm, noto'g'ri turmush tarzi va sport bilan, ya'ni kam harakatlilik tufayli ham yuzaga kelib qolishi mumkin. Bular qanday rol o'ynaydi desangiz, uzoq vaqt siz kam harakat bo'lganingizda oyoqlaringizda venoz qon tomirlarida dimlanishlar yuzaga keladi. Ular yaxshi ishlamaydi va buni hisobiga yillar davomida u yerda varikozlar yoki tromb hosil bo'lishiga moyilliklar oshib boradi. Ya'ni qon aylanishi buziladi va buni hisobiga sizda ishemik insult xavfi tobora balandlab boradi. Ya'ni kam harakatlilik sizni ortiqcha tana vazniga olib keladi. Ortiqcha tana vazni qandli diabet yoki tomir kasalliklari, endoteliy disfunksiyasiga sabab bo'ladi. Bu esa sizni kelajakda ishemik insult bo'lishingizga katta yo'l ochishi mumkin. Endigi galda davolash, qanday qilib davolaniladi? Eng yomon holatlardan bittasi bu kutish. Ya'ni bemorda shu ishemik insult yuzaga kelib qolganda, umuman insultning klinikasi paydo bo'lgan paytda, ya'ni bemorga qaraganingizda og'iz lab burchagi og'gan yokida nutqda muammolar yuzaga kelgan, tanasining yarmi ishlamayotgan paytda o'tib ketadi, qon bosimi tushsa albatta yaxshi bo'ladi deb unga qon bosimi preparatlarini yoki birinchi yordamlarni ko'rsatib kutish. Vrach uchun, ya'ni shifokor uchun eng muhimi bu yerda vaqt, terapevtik oyna degan qismi bor. Ya'ni 4,5 soat hozirgi standartlar bo'yicha 4,5-5 soat ichida siz tezroq shifoxonaga murojaat qiladigan bo'lsangiz, mana shu hosil bo'lgan trombni eritishga qaratilgan yokida bu trombni olib tashlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'riladi va buni hisobiga sizni miyangizda qon aylanishi buzilgan bo'lsa, bu trombni olib tashlagandan so'ng bemorning hayotiy imkoniyatlari, ya'ni bir umrga falajlanib qolish, navronlik aravachasida qolib ketishni oldini olgan bo'lasiz. Ya'ni 80% holatlarda bemorlarda qayta tiklanish yuzaga keladi. Endi galda 4,5 soatdan o'tib ketdi yokida qarshi ko'rsatmalar bor edi operatsiyalarga yokida trombolizis qilishga. Endi galda nima qilinadi desangiz, albatta ishemik zonani kengayib ketmasligi uchun qon suyultirish preparatlari yoki mana shu trombni erituvchi preparatlar beriladi va bu tromblar eriydi yokida qon suyuq bo'lganligi uchun kollateral qon tomirlar bo'ladi va bu kollateral qon tomirlar, ya'ni miyangizning atrofi bo'ylab boyagi asosiy tomir yopilgan bo'lsa-da atrofdan oziqlanishni boshlaydi. Bu esa keyinchalik nogironlikni kamaytirib, reabilitatsiyani oson bo'lishiga yordam beradi. Birinchi qadamlar shoshilinch больницаlarda albatta miya shishini oldini olish maqsadida olib boriladi. Tromblar eritish chora-tadbirlari ko'riladi va bundan keyin reabilitatsion jarayonlar boshlanadi. Ya'ni reabilitatsiya bu yerda juda ham muhim hisoblanadi. Qanchalik erta reabilitatsiya boshlansa, bemorning ruhiy holatda ham, jismoniy holatda ham o'zgarishlar kam bo'ladi. Deylik, siz insult bemorni 1 oy, 1,5 oy yoki 3 oylab xonada saqlab turdingiz va birdan reabilitatsiyaga olib keldingiz. Unda ko'pgina muammolar yuzaga kelgan bo'ladi. Ayniqsa yelka bo'g'imida, son chanoq bo'g'imida, tizza bo'g'imida uzoq vaqt yotoq holatda qolganligi uchun kontrakturalar yuzaga keladi va bizda
keyinchalik reabilitatsiya qilishimiz uchun ko'pgina to'siqlar, ya'ni bu bo'g'imlarni o'zini muammosini hal qilish bilan vaqt o'tib ketadi. Ya'ni bemorlardan qilinadigan talab, siz shoshilinch shifoxonadan chiqdingizmi, albatta shifokor nazoratida erta reabilitatsiyani sekinlik bilan boshlashingiz kerak yokida uyda kimdir shu ish bilan mashg'ul bo'lib, uni uyda tashkillashtirishi kerak bo'ladi. Mani hayotiy tajribamda juda ham ko'p o'tgan. Ya'ni ishemik insult bo'lgan bemorlarni ko'pchilik qayta bo'lib qolyapti. Ya'ni 10 ta bemordan 7-8 tasi. Bu juda yomon statistika. Nima uchun desangiz, ular o'zlariga yozib berilgan preparatlarni o'z vaqtida qabul qilishmaydi yokida ovqatlanish tartibini juda ham buzib tashlashadi. Ya'ni ular bu ovqatlarni to'g'ri tartibda ovqatlanishmaydi. Kechki payt qovurilgan, yog'li ovqatlarni, hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilganliklari uchun ularda qon bosimi o'ynab ketadi va qayta insult bo'lib qolishadi. Yokida eng ko'p qilinadigan xato bu qon bosim preparatlarini yokida yurakda aritmiya bo'lsa, antiaritmik dori vositalarini, qon suyultirish dori vositalarini iste'mol qilmasligi oqibatida yuzaga kelib qoladi. Sizlardan qilinadigan talab va iltimos, agar sizda insultni boshlang'ich belgilari paydo bo'layotgan bo'lsa, demak siz tezda shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Qanchalik tez murojaat, shunchalik nogironlikni kamaytirishga sabab bo'ladi. Agar video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kommentariyalarda yozib qoldiring. O'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum.